Bu falokat butun bir shaharni va uning aholisini yer yuzidan yo'q qildi. Agar hukumat pulni ayamasa, buning oldini olish mumkin edi. Armerani arvohlar shahri deb atashadi. Bundan atigi 40 yil oldin bu vayronalarda odamlar yashagan. 1984-yil dekabr oyida olimlar shahardan unchalik uzoq bo'lmagan Nevada del Ruiz vulqonini kuzatish jarayonida uning ostida kichik zilzilalar sodir bo'la boshlaganidan xavotirga keldilar. Vulqon ostidagi zilzilalar odatiy hol bo'lsa-da, Nevada del Ruizda ularning soni tobora ko'payib bordi. Bu 10 oy davom etdi va 1985-yil sentyabr oyida kichik otilish sodir bo'lib, u hech qanday zarar keltirmadi. Ammo bir oy o'tgach, 22-oktyabr kuni Armera hukumatiga italiyalik vulqanologlar jamoasi tomonidan tayyorlangan hisobot taqdim etildi. Hisobotda otilishning takrorlanishi muqarrar va u ancha kuchliroq bo'ladi deb aytilgan edi. Hisobotga birinchi navbatda evakuatsiya qilinishi kerak bo'lgan hududning xaritasi ham ilova qilingan edi. Ammo Armera hukumati shunchaki bu haqda mahalliy gazetada xabar berish bilan qutulib qoldi. Shunda ham gazetada kesilgan xarita hamda otilish ehtimoli bor deb xabar berildi. Lekin gazetada falokat ko'lami haqida aytilmadi. Bundan tashqari, ular hatto bu gazetani tarqatmaslikka ham harakat qilishdi, chunki evakuatsiya qimmatga tushardi. Rasmiylar bunga pul sarflashni xohlamadilar, chunki agar vulqon otilmasa, pulni bekorga sarflagandek bo'lardi. Vulqon tinchlana boshlaganga o'xshadi, ammo 1985-yil 13-noyabrda kunduzi soat 3 da otilish boshlandi. Rasmiylarga hali ham aholini zudlik bilan evakuatsiya qilishi bo'yicha tavsiya berildi. Ammo Armera hukumati odamlarga uyda qolishni va vahima qilmaslikni tavsiya qildi. Kechqurun vulqondan kul, loy va suv aralashmasidan iborat laharlar oqimi tusha boshladi. Aksariyat odamlar hali ham rasmiylarning tavsiyalariga binoan uyda qolishdi. Armera shahrining 28 ming aholisidan 25 ming nafari o'sha kuni vafot etdi. Falokat qanchalik katta bo'lsa, evakuatsiya shunchalik qimmatga tushadi. Bugungi jamiyatda pul hayotimizdan ko'ra ko'proq qadrlanadi va shuning uchun tobutlar evakuatsiya qilishdan ko'ra arzonroq tushadi. Bugungi kunda Nevada del Ruiz boshqa shahardagi 500 ming kishining hayotiga tahdid solyapti. Italiyada super vulqon faollashyapti. Ko'p yillar davomida uning ostida zilzilalar soni ko'payib boryapti. Xuddi shunga o'xshash jarayon Sibirda ham sodir bo'lyapti. Hukumat esa pullarni saqlab qolish uchun zavodlarini u yerdan uzoqroqqa ko'chiryapti. Odamlarga esa hammasi yaxshi, hech qanday falokat yuz bermaydi deb aytilyapti.